kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesmen bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak, bola chaqamni boqa olmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni ha yaxshi. Otangizni kasbi nima edi? Ha, otam palon ishni qilar edi. Sizga ham o'rgatganmidi? Ha, o'rgatgandi. Nima balo, siz biznesmen bo'laman dedingizmi desangiz, ha deydi. U bunda qarab o'tirsa, savdo tijorat qilayotgan odamlarning ishi yurishyapti. Birovdan eshitdi, palonchi palon yerga borib, mana uncha taxta olib kelgan ekan, bir vagon ustiga muncha qo'yib sotgan ekan, bir oyda $10,000 foyda ko'ribdi desa, men ham xuddi shuni qilsam 10,000 ko'raman ekan dedi, ketadi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi, qarzga olgan puli ham yo'q bo'ladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi keyin. Bundan ko'ra o'sha ota kasbini qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'la olmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra, oz bo'lsa ham bola chaqangning oldida qorning to'q, usting but, uying bor, ibodatingni qilib turibsan, shuni qilib yur. Ana o'sha omad senga. Ko'p odamlarni holati shu. Tijorat bo'ladimi, qandaydir boshqa narsa bo'ladimi, bu ham o'z-o'zidan bo'laveradigan narsa emas. Hozir tijoratni ko'p yurishib turgan odamlarni qarasangiz, ota-bobolari tojirlar bo'ladi. Kichkinaligidan ko'rib eshitgan yoki shu ishni o'qishini o'qigan, o'qib shahodat olgan, tushunadi, hisob-kitobni o'rniga qo'yadi. Tijoratni qayerdan qanaqa qilib qilishni biladi. Tijoratchi ham har qanday tijorat qila olmaydi. Misol uchun mevani tijorat qilgan odam gazmol sot desang eplay olmaydi. Juda nozik yerlari bor. Oddiy misollarni keltirsa, bittasi bir yerga borsa, mosh sotyapti ekan. O'zini tanish odamni juda qimmatga sotayotganimiz moshni. Yugurib kelibdi-da, bu ham palon yerga, uzoq joyga palonchi mosh olib borgan ekan, mana uncha foyda ko'ribdi. Deb u yoqdan qilibdi, bu yoqdan qilibdi, bu ham 5-10 qop moshni olib borsa, bozor to'la biz odamlar o'tirganimiz. Hamma bitta odamni ko'rib olib borib olgan, endi odamlar mosh olmayapti yo'lni odamni. Mana bu yil piyoz shunaqa bo'ldi. O'tgan yili piyoz qimmat bo'lgan, piyoz qimmat bo'ldi, hamma ekib olgan piyozni. Yo'q, bunga sal ilmiy yondashish kerak. Aholi qancha, piyozga ajratilgan yer qancha, xo'p, kartoshkaga qancha, bunday maslahatlashib, shu dehqonlar ham o'zlari bir demak odamlarni, bolalarini o'qitib, bozorni o'rgatib, ishni rejalatishni, o'rnatishni yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yili piyoz pul bo'lib deb, hammamiz piyoz ekamiz deb, hamma piyoz ekib olib, kartoshka yo'q, savzi yo'q. Hamma yo'qni piyoz bosib, ko'chaga tashab, chirib yotibdi hozir piyozlar. Bu ham kasbdagi xato. O'shalar hozir piyozini urug'ini pulini topa olmay qarz bo'lib qolib, hijolat bo'lib yuribdi. Qarasin buni axir. Tavakkaldan bo'lib bo'lmay ko'r-ko'rona harakat qilish mutlaqo mumkin emas. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi? Mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting. Mahkam tuting, hatto o'zi o'zgarguncha ketavering. O'zingizcha tashlab ketmang. Bir ishni boshladingiz, ozmi ko'pmi foyda chiqdi. O'zingizga yetib turibdi, oilangizga yetib turibdi, bo'lib turibdi. Shuni mahkam ushlang. Rasulullohning vasiyatlari shu. Ta'limotlari shu. Bu bo'lib turibdi-yu, palonchiligidan ozda men undan ham ko'p qilishim kerak degan gapni qilmaslik kerak. Allohga shukr shu yetib turibdi. Yana sadoqatli bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gap. Buni qilib, uni qilib o'zini har tarafga ursa, nima? Haligi mashhur maqol bor, ikki kemaning boshini tutaman degan ish chatoq bo'ladi.
Nofi radhiyallohu anhu aytadilar, men Shomga, Misrga tijorat yuborar edim. Juda ko'p foyda chiqar edi. Bir Iroqqa ham yuboray deb yuboruvdim, sarmoyam ham chiqmadi. Bo'lmadi. Onamiz Oysha radhiyallohu anhoni oldilariga kirib, onajon